Eshitasan, lekin anglamaysan. Ko'zing ochiq, lekin ko'rmaysan degan gapning mag'zini ruhim uyg'onganida his qilganman. Ruhning uyg'onishi bu qayta tug'ilish emas, bu haqiqiy tug'ilish deb atayman. Chunki inson ilk tug'ilgan paytda u nima uchun bu hayotga kelganligini bilmaydi. Lekin ruhi uyg'ongan inson bu hayotdagi vazifasini, insonlarga nima berish kerak bo'lgan missiyasini aniq eslaydi. Ruhim uyg'onganida ilk anglashim, ortimga qaraganimda umrim seriallar ko'rish, seriallardagi bosh qahramonlar hayotini o'ylash, muhokama qilish, artistlar hayotini kuzatish bilan o'tib ketganligini ko'rganman. Yana eng katta muammoim esa bugun nima ovqat qilaman, ro'zg'orda u tugadi, bu tugadi. Mana shunaqangi fikrlar bilan miyam band bo'lgan ekan. Men 30 yil umuman yashamaganligimni his qilganman o'shanda. Lekin eng xursand qiladigan tarafi, endi men ongimni o'zgartirish, tanlovlarimni o'zgartirish orqali o'zim istagan hayotimda yashay olishimda edi. Hayotimni orqa fonida emas, markazida yashashga o'tganligimda edi. Chunki men tirikman, yashayapmanmi, bu hayot o'zim istagan hayolimdagi hayotda yashashim uchun berilgan imkoniyat, fursat ekanligini anglaganman o'shanda. Siz o'zingizni hayotingizda yashayapsizmi? Sizni uyg'otuvchi kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.